الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيدك ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات من تفاوت فرد البشر هل ترى من فطور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allah Teala'nın yolda ötken peygamberler haqida, ötken nabziler haqida, ötken bizning haqida, ötken ota-bobolarimiz, ötken ota-onamiz, ötken mo'min musulmonlar haqida jayingizlar jannat bo'lsin, oxiratingiz obod bo'lsin. Allahumma maghfir lana wa ustadi wal jamil wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Allahu akbar. Allahu akbar. Men Albaho Pamir bo'laman. O'zbek oila hukumatining Zar uchastkasining turg'uni bo'laman. Bu mazarning ömür bayanini bilishimcha aytib beraman. 1975 yılları özü mana shu Zar uchastkasi el pul to'plab turib shunda sementdan qo'rg'onga olganmiz. Oldin hech qanday to'suv yo'q. Qarovsiz qolgan mazarlardan biri bo'lgan. Bu mazarning ömür bayaniga kelganda Baltaboyev Rustamning aytishi bo'yicha Hazreti Alining bir tug'an qarindoshi deydi. Kebirleri qaysil payg'ambar ekan men bilmayman, o'shani qizi deshadi. Hazreti Alining qarindoshi degandiga men ishonishim azmaz bor, sababi Hazreti Ali o'zi askar boshi bo'lganda keyin urushda qochib kelib, o'shal Baltaboyev mo'lla Rustamning aytishi bo'yicha o'shal jahanaga kelganda bular 3 ejeli singdi bo'lgan. 3 ejeli singdining qo'lga tushar molda usul mazardan g'oyib bo'lgan deb shol cho'ng'atavizda aytib ketgan. Bu mazarni o'zi o'sha oqsoqollarning aytishi bo'yicha ikki to'g'ning o'rtasi, suvning boshi, toshga yaqin yerdagi Jahanada o'shal yerda Büzenep ine degan ayolning qo'yilgan mazari bor deb eskilarning aytishi bo'yicha endi hozirgi molda qanday deydi, qanday yo'q. Tarixchilar dag'in bir ret tekshirib, izlab ko'rsalar qanday bo'ladi. O'shandan berki ana özüz mana shu ayıldagi turg'unlar qaraymiz. Qo'ldan kelishicha jo'qtab turamiz. Bunday enelerdi qo'ldan kelishicha bardag'lar aytishadi. 5 enen tomon nasida deydi. Biroq birlikka kelganda hech qanday bir yordam yo'q. Uşunday yerlerde qarash kerak. Eng birinchidan o'shal arvoy rozi, tirik rozi. Arvoylarni qachon g'ana rozi qilasin, o'shandan keyin tiriklar rozi bo'ladi degan ota-bobozdan qolgan bir so'zlar bor. Bilmadim endi qanday bo'ladi, qanday yo'q. Biroq bu mazarlar o'shunday mazarlar. Batken oblastida men eshitishim bo'yicha birgina o'shul yer, ayollarning mazari. Bundan boshqa mazar yo'q. Jigit birim, Hazreti Ali, dağın köp mazarlar var, 4 birim, o'xshagan mazarlarni o'zlari qarovga olish kerak bunday yerlarda. Hozirgi yilgi yil prezidentimiz tarafidan tarixchini madaniyat yili deb jariylangandan keyin qarashimiz kerak. Mümkün bo'lishcha qarab